Qadrdonlar, yana bir xonadonimizni Quvasoyda ishini boshlaganmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qadrdonlar, Quvasoydagi ishimizni boshlaganmiz. Ko'cha tomonlarimiz polni oq fasonimizda bo'ladi. Tarnovlar qo'yib beramiz aylanasiga. Hozir ichkari tomondan ko'rsatib, tashqariga chiqib o'taman. Bu xonadonimizni garaj tomonidan kirganda bitta darvozaxonasi bor. Narigi chekkagacha, devorgacha bo'ladi. Va bu tomonimizda yana bitta darvozaxonasi bor. Bu tomonimizda ham xudo xolasa chiroyli holatda bo'ladi. Ichkari tomon to'rtburchak shaklda, kvadrat shaklda shapkalari, tarnovlari bilan birgalikda bo'ladi bu xonadonimiz ham. Bu joylarimiz, regellarimiz polni aylanasiga tay tomonidan bo'lib, ko'riblar bilan aylanadi. Bu koridorchamiz ham bo'ladi, xudo xolasa. Koridorimiz ham chiroyli fasonda. Bu xonadonimiz haligi hozir 2026-yilda hammaga yoqayotgan akafon fasondagi oq fasonimizdan bo'ladi. Hamma joyi, ko'cha tomonu, shapkalari ham, darvozaxonalari ham polni hamma yo'g'i oq fasonda bo'ladi. Bu tomonimiz bo'lmaydi, bu yog'i bo'ladi. Bu yo'limizda ham ko'rib bo'ladi, nari tomoni xona bo'lib ketar ekan. Shuni evaziga bo'lmaydi. Shapkalarimiz ham xudo xolasa polni bo'lib o'tadi. Bu koridorchamiz ham mana shu chekkadan yana bitta ko'rib bo'ladi, burchakdan. Va bu darvoza tomonimiz, darvozaxonadan nari tomondan kelsangiz yana bitta darvozaxonamiz. Buni uzunligi 16 metr, narigi 14 metr, bunisi ham 14 nechi ham shapkalari bilan birgalikda bo'ladi bu xonadonimizda. Joylarimizni g'ish qilib urib, yopib o'tkatiladi. Regellarimiz polni o'raladi, stoykalar bo'lmaydi, stoykalar Rim stoyka bo'ladi. Shunaqa holat. Xohlasa bugun 27-aprel sanasida 2026-yilda turibmiz. Ko'cha tomonimiz ham shunaqa kaziro holatda, hamma yo'g'i bo'ladi. Ichki tomoni yu tashqi shapkalari, tarnovlari bilan birgalikda bo'ladi. Hamma yo'g'i ichida, xudo xolasa bu xonadonimizni ichkari yu tashqari hammasi bo'lib, xudo xolasa qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab. Xudo xolasa sizlarga ham chiroyli xonadoningizga tunakafonlarni qilib berishga harakat qilamiz. Agarda xizmatlarimiz kerak bo'lsa, nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajat ichida, faqat tarnovdan tashqari, tunakaki narsa, tarnovdan tashqari hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Listimiz 4 xil listimiz bor. 03 bor, 035, 037, 04 listlarimiz bor. Xudo xolasa harakat qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ustalarimiz bor. Usta, endi bu xonadonni necha kunda tugatib yuboramiz, xudo xolasa? Ha? 15 kun. Bo'ldi, hisob.